Men ismim Nasiba, 91-yilman. Bu sohada, o'zi aslida bunaqa sohada 2015-yildan beri shug'ullanib kelaman. Aynan Daryo Paluchay, ber va ol, dunyo bo'ylab insonlar bir-birini do'stona qo'llab-quvvatlaydigan jamiyatda salkam 1 yildan beri o'z faoliyatimni olib boraman. Azizlar, men ham xuddi siz kabi eshitganman, tinglaganman, qaror qabul qilib ishni boshlaganman. Kichkinagina summada ish boshlanadi va doimiy daromad olish imkoniyati aynan siz va bizga beriladi. Bu yerda judayam ko'p ishtirokchilar bor. Yoshi ulug' yoshlarimiz ham bor, salkam 80 ga kirgan ishtirokchilarimiz ham bor, 11 yoshli, 16 yoshli ishtirokchilarimiz ham bor. Bu yerda haqiqatdan siz doimiy